Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari, sizlar bilan Jamoliddin Saydullayev va foydali uz bilan birgalikda yana bir foydali videoni sizlarga havola etmoqchiman. Ya'ni yaqinda bitta kir mashina sotib oldik. Ana shu kir mashinani ancha bo'ldi. Ya'ni yozroq deydi, issiqroq deydi. O'shini videosini topib oldim. O'sha o'zimga kerakli bo'lgani uchun, ya'ni kir mashinani uzoq muddat nima desa bo'ladi? To'g'ri ishlatish maqsadida o'sha kelgan o'sha kir mashinani o'rnatib berayotgan instruktordan uni uzoqroq qanday ishlatish mumkin, o'shuni bir aytib maslahatlar berib keting deganimda, videoga olaman deganimda unagan edi va o'sha videoni hozir sizlarga qo'yib beraman, balki sizlarga kerak bo'lib qoladi. Ya'ni kir mashinani balki bexosdan buzilib qolayotganini bilmayotgandirsiz va qanaqadir joylar baribir sizlarga foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun mana shu videoni hozir sizlarga ham ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa video sizlarga ham foydali bo'ladigan bo'lsa, like va podpiskani ayamanglar. Xudo xolasa yana ham foydali videolar chiqib boradi. 100 gram parashok yoki gel ishlatadigan bo'lsa, gel parashok ishlatsa, parashok shu yerga solinadi. Mana bu yerga xushbo'y hid beruvchi suyuqliklar bo'ladi. Lino konditsioner deyiladi. O'zini kalpachogida bir kalpachok shetga quyib qo'ysangiz, oxirgi chayqashda shuni olib chiqib, shu bilan birga chayqab, kirlarga xushbo'y hid mayinlik berish uchun. Biz suvni to'kib olyapmiz. Hozir bir qator suv olib turib, suvni to'kib tashlaydi. Mana mashinani yoqish knopkasi, yoqib o'chirish knopkasi. Yoqib olganingizdan keyin mana bu bilan rejim tanlaysiz. Rejim tanlash qarang. 15 minutlik bыстрый стирка bor. 15 minutlik stirka. Без складок. O'ta hujum qilmasdan siqib beradigan rejimi bor. Цветные вещи, rangli matolar uchun alohida rejim. Ichki kiyimlarga, nijniy belyoga alohida kiyim. Letniy вещи, futbolkalar. Отжим. Bironta ho'l narsani solib faqat siqib bersin xolos degan. Отжимga keldik. Faqat siqib bersin xolos. Полоскание plus отжим. Faqatgina sovuq suvda chayqab siqib bersin xolos degan. Очистка barabani bir oyda bir marta mashinani o'zini kir solmasdan чистка qilib tursangiz toza bo'lib turadi. Puxovые вещи, yumshoq nimalar? Yo'q, puxoviklar, kurtkalar bo'ladi ichida. Sems nimalar? Adyallar yuvish uchun alohida rejim. Intensivniy, kuchli yuvib beradigan 50 minutlik rejim. Delikatniy, ehtiyotlab yuvilish kerak. Sherst, hayvon junidan to'qilgan narsalar. Sintetika yuvyapman deysiz, xlopok, смешанный. O'zi eng ko'p ishlatiladigan mana shu смешанный tkань. Yarim soatli rejim 2 marta chayqab beradi, 700 оборотda siqib ko'rsatib bersin degani. Startni bosib yuborasiz. Proses ketdi. Shu bilan yuvib, chayqab, siqib bo'lgandan keyin mashina o'zi o'chadi. Mana bu yerda drenajniy filtr bor. Qopqog'ini ochsangiz, battan 1 litr suv oqib tushadi. Shu ochilgan stakanning ichida uzilgan tugma, ip, axlat, tvitlar sheta to'pladi. Bir oyda bir marta shuni ochib tozalab turish kerak. Qarang, bir oyda bir marta yoqasizda, Очистка barabana qilasiz. Очистка barabana tugagandan keyin mana uni ochib, bitta chiqarib yuborasiz. Biror narsasi qolib qolgan bo'lsa, olib tashlaysiz. Chiqarib tashlaysiz, endi buni joyiga qo'yib qo'yasiz. Mana shu bir oyda bir marta qo'llanib turiladigan chistkasi. Mashina. Bo'ldi. Keyin yana bitta narsa. Agar suv qum bilan kelsa, vodoprovodning ichida axlat kelib qolsa, mana bu yerda yana bitta setkasi bor qarang. Mana uni bekitasizda, mana uni qo'l bilan ochsangiz, mana shu setka bor. Mashinaga prosta suv kelmay qoladi, o'sha setka to'lib qolgan bo'ladi. Xuddi o'sha shlang mana kelib ulanyapti-ku, mana shu yerda ham setka bor. Demak, mashinaga suv kelmay qolsa, kraningni bekitib turib, mana shu yerdagi setkani shotka bilan tozalab yuborsangiz, mashinaga suv keladigan bo'ladi. Mashinadan suv
ketmay qo'ysa, Mhm. mana tozalaysiz. Ha. Ketma qolsa baqa, kelmay qolsa bu shlankalar. Kelishi batdagi ikkita nima setka, ketishi mana bunday drenajniy filtr. Mana shu filtrlar bittani qo'yilgan tozalab turishi uchun. Keyin shlanga oqtarib chiqqaningizda kanalizatsiyaga bitta vanyuchka bering deng. Mana shunchalik rezinka bo'ladi, oq rezinka bo'ladi. U anu 50 lik nimaga shlangani olib turib, bundoq suqsangiz o'rtada kichkina teshigi qoladi. Ha. Teshigi keyin anu shlanga sanchiladi. Hozir mana nima deydi, holi suqib qo'yildi, atrofidan уже sassiq hid chiqa boshladi. O'shuning uchun vanyuchka deb qo'yishadi, von sassiq chiqmasin deb o'sha 2000 so'm, 3000 so'm turadi. Shuning uchun rezinka bo'ladi. Vanyuchka bering kanalizatsiyaga deysiz, anu shlanga uzunroq, 3 metrlik. O'shanda anu shlanga chiqib ketavermaydi har safar, ikkinchidan atrofidan sassiq chiqmaydi. Plotno sanchilib qoladi. Bo'ldi, mashina hozir уже kiryushga tayyor. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa so'rab